Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ayni remont qiladigan paytim keldi aziz do'stlar. Baho berasizlar. Mana shu fasad qismimiz bitta iPhone pulidan ham arzonga remont bo'lgan. Aziz do'stlar, narx vahsha dahshat. Bitta remontga baho berib qo'yinglar. 2025-yilda eng so'nggi rusumdagi fasonidan 3D rombik fasonda bo'lgan bitta iPhone pulidan ham arzoniga aziz do'stlar, yaltirashlariga bitta alohida baho beriladi. Yaltirashlari juda ham zo'r chiqqan, naqd 10 yillik garantiyasi bor ekan. Bundan tashqari qaranglar. Sokil nima deyapti aziz do'stlar? Sokil. Даже kafeldan ham chiroyli bo'lib chiqqan, bemalol baho bersalaringiz bo'ladi. Traventinda o'zidan mana shu chiroyli qilib chiqarib berganlar sizlarga juda ham ekonomli bo'ladi. Bu fasad qismimiz общий summasi $450 ga bitgan. iPhone pulidan ham arzon ekanmi aziz do'stlar? $450 ga mana shu fasad qismi chiroyli holatda ustaqi, material, hamma narsasi ichida ustaqlarimiz bitkazib berishgan. Kvadrat metrlariga kelsak $8 dan boshlanar ekan, to $10 gacha. Bu hovlimizda 1 kvadrat metr $9 dan bo'lgan. Общий summasi $450 ga bitgan. Bemalol murojaat qilinglar. Sizlarning ham fasad qismlaringiz mana shu chiroyli holatda bitkazib beradilar. Kvadrat metriga kelsak agar aziz do'stlar 50 kvadrat ekan, bemalol murojaat qilaverasizlar.